I come from Uzbekistan, the Abdulaziz Bektemirov Championat Asia Q-Sport Kyrgyzstan, Uzbekistan. So Bugungi uchrashuvning birinchi taymida ro'y bergan voqeliklarni tushuntirib bera olasizmi? Jamoa 2 daqiqa ichida 2 ta gol o'tkazib yubordi. To'g'risini aytsam, buning sababini tushuntirib bera olmayman. Menimcha, biz juda yaxshi boshladik. O'yinni yaxshi nazorat qildik. To'p ko'p vaqt bizning nazoratimiz ostida edi. Shunday bo'lsa-da, raqib yo'q joydan gol urib ketdi. Keyin yana bir bor xuddi shunday to'p kiritishdi. Shuning uchun hech qanday izohim yo'q. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik, lekin bu yetarli bo'lmadi. Endi faqat uzr so'rashimiz kerak xolos. Bugungi uchrashuv siz uchun alohida ahamiyatga ega edimi? O'z vataningizni o'ynadingiz, balki yaqinlaringiz yoki oila a'zolaringiz bugungi uchrashuvni stadiondan kuzatishgandir. Albatta, Norvegiyaga qaytish va Chempionlar Ligasi ilk marotaba ishtirok etayotgan Budega qarshi maydonga tushish men uchun ko'p narsani anglatadi. Shubhasiz, bu o'ziga xos uchrashuv va men bugungi o'yin natijasi yaxshiroq bo'lishini istardim, ammo afsuski, unday bo'lmadi. Abduqodir Husanov va Habib Nurmagomedov qatnashgan o'sha video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqadi. Siz Husanov bilan qanday muloqot qilasiz? U hozir ingliz tilida gaplasha oladimi? Ha, u ingliz tilini o'rgandi. Biz birgalikda ingliz tilida gaplashamiz. Xusa juda yaxshi yigit va u o'sishda davom etishi kerak. Qanday o'yinchi ekanligini isbotlashi lozim. Chunki u kelajakda bizga juda kerakli bo'ladi. Shuning uchun u diqqatini bir joyga jamlashi va mehnat qilishda davom etishi kerak.